Do'stlar, bugun men sizlarga bir hikoyani so'zlab beraman. Bu bir bolaning hikoyasi. Burun bir bola o'tgan ekan, uning qayerlik ekanligini so'ramanglar. U xatni yozolmaydi ekan, ham o'qiy olmaydi ekan. U qancha tirishsa-mu harflarni esida tuta olmaydi ekan. Xatlar uningga dushmandek tuyuladi ekan. Harflar uning ko'z oldida usul o'ynaydi ekan, ham qo'rqinchli, ham azobli. U o'rganishdan bak bezor bo'lib ketibdi. Biroq uningga kim yordam qiladi? Uning kallasida bo'sh yer qolmabdi. Hech nimani tushunmaydi ekan. Harflar uning oldida to'xtamay disko o'ynaydi ekan. Bir kuni bechora bola o'rganish besimini ko'tarolmay tushkunlashib ketibdi. Garchi hamma bolalar uni mazoq qilsa-mu, u yana kulimsirab turdi ekan. Bir kuni u muvaffaqiyat qozonibdi. Butun dunyo xalqi uning nazariyasiga opirin o'qishibdi. Uning kim ekanligini bildinglarmi? Albert Einstein. To'g'ri Rajan. O Albert Einstein, bir ulug' olim. O o'zining nisbiylik nazariyasi bilan butun dunyoni zilzilaga solibdi. Yana fotoelektrik effektimi bor. Uning ustiga u 1921-yili Nobel mukofotiga erishgan. Endi bu nima? Tikkuchor! 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 Bo'ldi. Bu odatdagi tikkuchor emas. Dangliq san'atkor Leonardo da Vinci yasagan. Kimkan? Leonardo da Vinci. Ha, to'g'ri. Buni u o'ylab chiqqan. Biroq qachon? 15-asrda. Ya'ni tunji tikkuchor yasalishdan 400 yil ilgari o'ylab chiqqan. Biroq sizlar bilamsizlar? Yo'q. Leonardo da Vinci o'qishda va yozishda intoyini qiynaldi ekan. U xatni mana shunday yozdi ekan. Buni tushundinglarmi? Yo'q. Endi-chu. Mening ismim Ramshankar Nigam. İşan, berib chiroqni yondirib etgan. Kim chiroqni kashf qilib, butun dunyoni yorug'likqa to'ldirdi? Edison. Thomas Alva Edison. Nayt to'g'ri Ishan. To'g'ri aytdim. Biroq Edison bu xatni to'g'ri o'qiy olmaydi ekan. Qani o'ltirgin. Chiroqni o'chirma. Edisonning kashfiyatidan birlikda huzurlanaylik. Yaxshi. Hammanglar bu kishini tunuydigansizlar? Abisha Bakan. O kichik vaqtida o'qish va yozishdan intoyin qiynalgan ekan. Biroq hozirchi u hozir nayt dangli. Amaliyotda bundoq odamlar ko'p. Dangliq astrolog rassom Pablo Picasso. U 7 degan raqamni azaldan tushunmaydi ekan. U 7 ni tog'amning burnining ta'tirisi deb o'ylaydi ekan. Miki Chashqonning otasi kim? Walt Disney. To'g'ri, Walt Disney. Agar xatni tunimisimu u butun dunyo hayotida karton bilan shug'ullangan. Neil Daimo dangliq naqshchi. Uning naqsh ovozi uning kamchiligini besib tushdi. Agasan Kristin dangliq sirliq roman yozuvchisi. Kichik vaqtida mu xatni o'ngshab yozolmaydigan bir yozuvchini tasavvur qila olamsizlar? Bugun nemish sizlarga tuyuqsiz bu hikoyani so'zlab berman, bilamsizlar? Chunki oranglarda shularga o'xshash talant egalari yushiringan. Balkim ular dunyoning tuzumini o'zgartirib yutishi mumkin. Chunki ular dunyoga boshqa nazar bilan qaraydi. Ularning tafakkuri boshqalarnikiga o'xshamaydi. Ham boshqalar ularni tushunib ketamaydi. Boshqalar ularga qarshi turdi. Biroq ular orasidan g'albi qig'uvchilar chiqib,
Bütün dünyani hayvetli qoldirdi. Bugungi san'at darsi orqali dаңlıq kishilarni tunib chiqdik. Esinglarda ching tutinglar. Sirtdagi dunyoga chiqib, bizni qiziqtirgan har qanday narsadan, mayli tosh, yog'och bo'lsin, hammasidan yangilik yarataylik. Ko'pchilik ko'lchak bo'yiga yig'ilinglar. İşan, sen turib turgin. Rajan, sen mang'ash tur. Bilemsen, men bugün bir odamning ismini demedim. Balkim o uncha dаңlıq bo'lmaganlik uchundir. Biroq uningda boshqalarga o'xshash masala bor edi. Uning ismi Ram Shankar Nika. Kichik vaqtimda mening o'rganishim nachar edi. Dadam meni qilch tushunmaydi. O meni nihoyat kapsiz, o'rganmasligi bahona tepilib turdi deb o'ylaydi. O mendan butunlay voz kechdi. Bir kalva hem dötnün qo'lidan qandaqmi ish kelsin. Biroq men g'alaba qildim. Ems mangayli. Siz mening uyimga bordingizmi? Muallim qarang-a, ovulga qarang-a. Voy! Nimda qolsiz? Voy! Voy! Hey, ovyaga qaranglar. U suvda mengib yotadi. Voy! Hey, qaranglar, qaranglar. Qolsiz. Voy! Voy! Hey, qaranglar. Nima degan qaltis? Qolsiz-ku. Voy, yaraysa. Voy! Muallim, bu aeroplanma? O ucha olamdi. Rastlı uçalamda. Onu kim yasaptı? Ha, kim yasaptı?